Assalomu alaykum, hurmatli Jasuruz kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilar, chorva ishqibozlari, chorva sevar insonlar. Bugungi mavzu Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qoratepa shaharchasi. Muzaffar akamiz oldiga kelganmiz. Bu yerda sotiladigan tayyor qoplangan silozlarimiz bor. Bir qator ma'lumotlarni beramiz. Arzimas mehnatimiz qo'llab qolgan holatda bir donadan mashina ko'chada like bosib iltimos qilamiz. Pul mega davom etadi. Shu videoni ko'proq insonlar ko'rish uchun kerak xolos. Va kanalimizni yangilar ekranga ostidagi podpisatsiya yoki o'zbekchasiga obuna degan yozuv bor. O'shani bosib qo'yishni iltimos qilamiz. Shunda biz fikr yozib borayotgan videolar sizlarga o'zi muntazam SMS tarzida borib turadi, ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum, Muzaffar aka bormi? Keling Jasurbek, qalaysiz? Yaxshimisiz? Rahmat, kelasizmi? Xirmonga baraka aka. Rahmat. Keling. Aka, donli siloslarimiz bor, xudo xohlasa sotumizda. Ha, donli siloslar bor mana. Hop, akam bilan kelishib qolgandik. Hozir biz keyingacha qoplanib tayyor bo'lib turuvchi siloslar. Birin-ketin ma'lumotlar beramiz. Aka, hozirda qarang, Suriya degan narsamiz, silosni ko'rsatamiz. Dastavkalar qanaqa bo'ladi agar kelishib qolsak? Kelishib qolsak, dastavka qilib beramiz. Qilib beramiz, a? Soni cheklanmagan. Xudo xolasa ko'p. Ko'p soni 2000 ta hozircha qoplangan, tayyor bor. 2000 ta tayyor qoplangan. Tayyor qoplangan 2000 ta bor. Yana zakaz bo'lsa kelaveradi. Kelaveradi, yana bor. Joylar urilib, nima qiladigan joylar shuncha. Hop, mana shu qoplanib butun yaxshi. Butun qoplar hammasi zo'r. 20 kilodan xudo xolasa qoplangan hammasi. Qoplangan. Mana bunisi hozir bittasini ochdik mana. Doni sut bo'lgan, u ana sal qotmagan donli. Ichida mana doni bor. Akalar so'talari turibdi mana. Hop, nimaga qarang, bu holatda o'rdingiz? Bu hozirga urilgan sababiki, bu doni qatiq bo'lsa mol yegandan keyin chiqib tashlaydi, u nimaga foydasi yo'q. Bunda hozir foydali tomoni, bu suti bo'lgani o'sha foydali tomonida. O'zi barcha foydali jihatlarni olib qoladi bu silosda. U qattiqsa uni yegandan keyin atxotga chiqib ketadi, u foyda bermaydi. Buni o'ziga foydasi bor. Akam o'zi ham chorvasi bor, shuning uchun o'zining chorvasiga ham xalqimizga ham qilyapti, yetkazib boradi xudo xolasa. Aka, bir qopi necha kilogramm hozir bizda? Hozir bizda mana 20 kilogramm mana ko'rib olishaveradi mana. Bir qopi 20 kilogramm mana. 20 kilogramm bir qopi. 20 kiloli bo'ladi. Mana shunaqa tayyor qoplangan holatda bo'ladi. Mana ular o'zi tayyor bo'libdi. Mana ranglar qarang, sarg'ayib, bersa shuni bo'laveradi. Mana o'zi shu bugun erta qoplangan. Bular yangi. Yangi bular qoplangan. Bugun erta qoplangan, farqi ham bor mana. Bu orqadagilar, bu ana u burchakdagi yangi. Uy ichidan tayyor qoplar bor ekan. Lakatdan tushuntiradigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qoratepa shaharida Qoratepadan eski Karim Marks yo'li keladi. Qoratepa zapravkasiga yetmasdan chap qo'lda. Xo'p, aka, hozir narxlar necha puldan chiqyapti sizda? 13 mingdan chiqyapti hozir. Bir qopi 13 mingdan. 13 mingdan. Joyimizdagi narx? Joyimizdagi narx 13 ming. Hop. Ko'proq olaman, tirikchilik qilaman, sizni olib turib foydalanaman. Ya'ni Samarqand, Buxoro, Xorazmlik, Toshkent akalarimiz bo'ladi. Ularga misol uchun yo'li bormi 1-2 so'm? Bu yo'l qilib beramiz ozgina. Ozgina yo'li qilib bo'ladi ularga. Agar yo'q, menga o'ta ham doni kuchlisi kerak, ya'ni dona kattasi keraksa, bunaqasini bunaqasi ham top borib bor, tayyor urib beramiz. Qancha nima bo'lsa, undan bor gektarimiz bor, uni ham urib chiqarib beramiz. Chiqarib beramiz. Donlari endi qatyapti, qatigan donlari ham bor. Endi uriladi atlar. Hali urilgani yo'q. Xudo xolasa uriladigan joyni ham ko'rsatamiz, hurmatli akalar, mana. Ko'ringlar-da siloslarimiz. Yaxshi, qopi zo'r ekan. Xushtirishlar yaxshi, zo'r, mana qoplangan. Xudo xolasa uyingizgacha shu holatda boradi. 13 ming so'mdan qopi, bir qopi. Agar ko'proq olsalaringiz 5 ming so'm bo'lishi mumkin. Dastavkalari Isuzu bo'lsa qilib beramiz. Yuklab berasiz. Yuklab beramiz. Yuklar sizdan borgandan keyin tushirib olsa bo'ldi. Bo'ldi shuni. Uzoqroqqa bo'lsa agar puli arzonroq qilib shopir topib berasiz. Topib beramiz. Puli arzonroq shopirlar bor, topamiz. Furaga bo'lsa yuqib berasizmi? Furaga ham qilib beraveramiz. Qilib berasiz, furaga. Furalar ham bor, agar nima qilsa gaplashamiz, yo'l kirasini kelishsak, olib borib berishaveradi. Hurmatli akalar, mana aloqa qilib ko'rasizlar. Silos chorvaga asosan juda ham foydali bo'layotgan narsa bu silos bo'lyapti. Bu bo'lsa bor, mol qaracham oson bo'ladi. Ertalab bitta qopini somonga aralashtirib berasiz. Kechqurun bittasini bersangiz yetadi. Yemini tepasiga tashlab tursangiz, albatta suv pastdan yonida turib tursa, bo'ldi. Mol qarash silos bilan juda ham oson bo'lib qoldi hozirgidek. Paytda hozirgi jarayonda o'zimiz ham shu tariqa mol qarayapmiz, mol boqyapmiz. Olinglar, foydalaninglar. Xudo xolasa yo'lda qilib berishadi. Mana bu urilganda shu yaxshi holatda. Jaguar kombayni urilganmi bu? Jaguarda urilgan. Jaguarda urilgan, Jaguar. 1-2 kundan keyin Qoratepaning ichiga dastavkasini bepul qilib beramiz.
Shu Qarotepa zonasi bo'lsa, dastlabki bepul. Bepul, ha. 2 kundan keyin mashinamiz chiqadi, bepul bo'ladi dastlabkasi. Ha, bo'ladi. Mana. Akalar, opalar, ko'raverasizlar, olaverasizlar, telefon qilaverasizlar. Akamizning mehnati qo'llab-quvvatlagan holatda like deb bosaverasizlar. Mana, ko'p, tayyor. Kelasan, olasan, olib ketasan degan joyi ekan. Qopini kutib turmaysizlar, bittada olib ketaverasizlar.